Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Innovaziya to'plamining 7-mavzuni, yechimlarini, ya'ni qolgan misollarni, yechimlarini ko'rib o'tamiz. Demak, 26-masaladan boshlab 44-masalagacha bo'lgan barcha masalalarni yechimlarini qilib o'tamiz. Demak, 26-masaladan boshlasak, quyida jism tezligini vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan. Jism 100 metr yo'lni necha sekundda bosib o'tadi? Demak, bizga shunday quyidagicha grafik berilgan. Bunda jami S umumiy teng 100 metr masofani u qancha vaqtda bosib o'tadi degan savol qo'yilgan. Demak, jism dastlab 5 sekund davomida u tekis tezlanuvchan harakat qilgan. Keyin esa 5 sekunddan keyin keyingi vaqtda u tekis harakat qilgan, ya'ni tezligini o'zgartirmagan. Bunda bu yerda S1 masofani bosib o'tadi, bu yerda S2 masofani bosib o'tadi. Bu yerdagi yo'llar teng bo'lmaydi, sababi bu yerda tezlanuvchan, bu yerda tekis harakat qiladi. Demak, birinchi holatda, demak, S1 ni topib oladigan bo'lsak, S1 teng V ko'paygan T1 vaqt taqsim 2 bo'ladi. Bu yer to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun. Demak, V tezlik 20 metr taqsim sekund, T1 vaqt 5 sekund taqsim 2. 20 bilan 2 qisqarsa bu yerda 10, demak 10 ni 5 ga ko'paytirsak 50 metr bo'ladi. Demak, jism 5 sekund davomida 50 metr masofani bosib o'tgan. Jami 100 metr masofani qancha vaqtda bosib o'tadi degan. Demak, bu yerni T1 vaqt, bu yerni T2 vaqt desak, T umumiy, ya'ni 100 metrni bosish uchun ketgan vaqt T1 plus T2 vaqtga teng bo'ladi. T1 bor, endi T2 ni topib olishimiz kerak. Endi keyingi vaziyatda S2 ni bu yerdan topib olamiz. Demak, S umumiy bu yerda S1 plus S2 ga teng bo'ladi. S umumiy yo'limiz 100, S1 50 plus S2 ni o'zi. Demak, S2 ham 50 metr chiqdi. Endi bu S2 50 metrdan foydalanib T2 ni topib olamiz. S2 teng V ko'paygan T2 ni o'zi bo'ladi. Sababi, ya'ni bu yer, ya'ni 4 burchak bo'lib turibdi, shuning uchun V ko'paygan T2 bo'ladi. V T taqsim 2 bo'lmaydi. S2 50 teng V 20 ko'paygan T2. T2 ni topsak 2,5 sekund bo'ladi. Endi bu formulaga kelib qo'ysak, T1imiz 5 sekund plus T2miz 2,5 sekund bo'ladi. Jami 7,5 sekund bo'ladi. Demak, jism 100 metr masofani bosib o'tish uchun 7,5 sekund vaqt sarflar ekan. Keyingi masala 27-masala. Grafik berilgan. Quyida tezlik proyeksiyasini vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan jismning 5 sekund davomidagi ko'chishini aniqlang degan. Demak, ko'chishini topishimiz kerak. Ko'chishini topish uchun bu yerni S1 masofa, bu yerni S2 masofa desak, demak, ko'chishimiz bu yerda S ko'chish S2 minus S1 ga teng bo'ladi. Chunki dastlab u minus 20 tezlik degani bu tezlikni oldidagi minus ishora u x o'qini qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganini bildiradi. U keyin tezligi 0 ga tushib, u keyin orqasiga qaytgan, ya'ni plus 30 tezlikda, ya'ni x o'qi bo'ylab harakat qilgan. Demak, dastlab 0 nuqtaga borgan va keyin orqaga qaytgan. Mana shu yerda turgan bo'lsa, bizdan mana bu yer so'ralgan.
Mana bu S2 masofa bo'lsa, bu yer S1 masofa va mana bu delta S masofa bo'ladi. Shunga o'xshash holat bo'lib turibdi. Mana bu delta S ko'chishga teng bo'ladi. Endi bu yerdan S1 ni topadigan bo'lsak, S1 teng V1 T1 taqsim 2 bo'ladi. V1imiz 20, T1 vaqti 2 sekund taqsim 2 teng 20 metr. S2 V2 ko'paytiramiz T2 taqsim 2 bo'ladi. Endi V2 bu yerda 30 ko'paytiruv T2 vaqt 2 sekund va 5 sekund oraliqi, demak farqi 3 sekund bo'ladi. Taqsim 2. Demak bu 45 metr bo'ladi. Demak bu yer S2 minus S1. Endi mana bu S ko'chishni formulasiga qo'ysak, S ko'chish teng S2 45 minus S1imiz 20 teng 25 metr chiqadi. Demak ko'chishimiz 25 metr ekan. Demak B javob bo'ladi. Keyingi masalaning grafikini chizib olamiz. Demak, 28-masala. Quyida jism tezligini vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan, uning harakat davomidagi bosib o'tgan yo'lini aniqlang. Demak, tezlikni vaqtga bog'lanish grafikida, demak, mana shu yuza bosib o'tilgan yo'lga teng bo'ladi. Demak, mana bu yuzani topsak, biz umumiy bosib o'tgan yo'lni topgan hisoblanamiz. Demak, mana bu yerni S1 deb olsam, mana buni 2 ga bo'lsam, mana bu yerni S2, mana bu yerni S3 desak, yoki umumiy holda mana bu yerni S1 deb olamiz, S2 mana bu yerni S3 deb olsak bo'ladi. Endi mana bu yuzani topadigan bo'lsak, S1 teng 10 ni 10 ga ko'paytiramiz. Teng 100 metr. Mana bu S2 ni topadigan bo'lsak, bu tarafi mana bu yer 5 bilan 10 orasi farqi 5 bo'ladi, ya'ni 10 dan 5 ni ayirsak, mana bu yer 5 bo'ladi. Bu taraf 10 dan 20 gacha farqi 10 bo'ladi. Shunda 10 ni 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 3/4 bo'lgani uchun. Bu 25 metr bo'ladi. Endi S3. Mana bu yer 5, bu tarafi balandligi 20. Demak, 20 ni 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Bu 50 metr bo'ladi. Endi jami barchasini qo'shib hisoblasak, S umumiy teng 100 plus 25 plus 50 teng 175 metr bo'ladi. Bu D javobda berilgan. 29-masalada quyida jism tezligini vaqtga bog'liq grafiki berilgan. Jismni 20 sekundda 125 metr masofani bosib o'tgan bo'lsa, uni boshlanish tezligini aniqlang. Demak, grafik berilgan. U tezlikni vaqtga bog'lash grafiki berilgan. U 20 sekund davomida 125 metr masofani bosib to'xtagan. Demak, mana bu grafikka qarasak, u sekinlanuvchan harakat qilgan va oxirida tezligi 0 bo'lgan. Demak, u to'xtagan. Endi uchburchak bo'lgani uchun, demak, S teng VT taqsim 2 formuladan foydalansak, S ning o'rniga 125 teng V ning o'rniga V ning o'zi ko'paytiruv T ning o'rniga 20 taqsim 2. Bu bilan bu qisqarsa, bu yerda 10, V ni topsak 125 ni 10 ga bo'lamiz. Demak, 12,5 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, uni boshlanish tezligi 12,5 metr taqsim sekund ekan. Bu D javobda berilgan. Keyingi masalaning grafikini chizib olamiz. Keyingi masala 34-masalani ko'rib o'tamiz. Quyida tinch holatdan harakatlana boshlagan jism koordinatasini vaqtga bog'liq grafika berilgan. Agar delta x teng 18 metr bo'lsa, jismning tezlanishini aniqlang.
Demek 34-masalada grafik berilgan. Grafikda jism tinch holatda harakat boshlagan. Tinch holatda harakat boshlagani uchun, ya'ni buning boshlang'ich tezligi 0 bo'ladi. Keyin mana bu yerdagi masofa delta x masofa bizlarda berilgan va jismning tezlanishi so'ralgan. Endi bu yerda delta x masofa deganimiz yo'llar farqi bo'ladi, ya'ni S2 minus S1 masofa bo'ladi. Ya'ni mana bu 2 sekundda bosib o'tilgan masofadan 1 sekunddagi bosib o'tilgan mana bu yerdagi masofani ayirsak, delta x masofaga teng bo'ladi. Endi S1, S2 nimaga teng bo'ladi? Boshlang'ich tezlik 0 bo'lsa, o'zi S teng V0 plus AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu tezlanuvchan harakat uchun. Endi bu yerda boshlang'ich tezlik 0 bo'lsa, mana bu xat bo'lmaydi. Demak, S1 teng AT1 kvadrat taqsim 2 bo'ladi. S2 teng AT2 kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bundan foydalanib tezlanishni topib olsak bo'ladi. Demak, mana bu yerda S2, S1larning o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. Delta x teng S2 ning o'rniga AT2 ning kvadrati taqsim 2 minus AT1 ning kvadrati taqsim 2 bo'ladi. Delta x masofamiz 18 ga teng. 18 teng AT2 2 ning kvadrati 4 taqsim 2 minus AT1 1 sekund, uning kvadrati ham 1 bo'ladi, taqsim 2 bo'ladi. Endi bunga 2 dan mahraj bersak 36 va mahrajlarni tashlab bersak 36 teng 4a minus a bo'ladi. 36 teng 3a. A teng 12 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Demak, uning tezlanishi 12 metr taqsim sekund kvadratga teng ekan. 34-masalada bu B javobda berilgan. Keyingi 35-masalani ko'rib o'tamiz. Bu yerda ham grafik berilgan. Quyida tekst tezlanuvchan harakatlanayotgan jism koordinatasini vaqtga bog'liq grafikka berilgan. Jismni 5-sekund oxiridagi oniy tezlik. Bu masala ham mana bu 34-masalaga o'xshab ketadi. Endi bu yerda 5-sekund oxiridagi oniy tezlik so'ralgan. Oniy tezlikni topish uchun V teng V0 plus AT degan formuladan foydalanamiz. Demak, bu yerda bu ham boshlang'ich tezlik 0, demak V teng AT bo'ladi. T'miz 5 sekund. Endi T bor. Oniy tezlik topish uchun bizlarga tezlanish kerak bo'ladi. Tezlanishni mana bu yerdan foydalanib topamiz, ya'ni grafikdan foydalanib. Bu ham xuddi mana shu 34-masaladagidek hisoblanadi. Demak, mana bu yerni delta x deb olsak, demak delta x deganimiz 64 minus 16 bo'ladi. 64 minus 16. Bu 48 ga teng bo'ladi. Endi delta x yana bir tarafdan S2 minus S1 ga ham teng bo'ladi. Endi S2 bilan S1 ni mana bu yerda nimaga teng ekanini yozib oling. Xuddi shu ifodadan foydalanamiz. Demak, delta x ning o'rniga 48 teng S2 ning o'rniga AT2 kvadrat taqsim 2 minus S1 ning o'rniga AT1 kvadrat taqsim 2 ni qo'yamiz. Bunga 2 dan mahraj bersak 96 teng A ko'paytiramiz T2 bu yerda 4 sekund, uning kvadrati 16 bo'ladi. Minus A T1 ning kvadrati. Demak, 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 96 teng 16A minus 4A. 96 teng 12A. A teng 96 ni 12 ga bo'lamiz. Demak, adashmasam 8 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Demak, tezlanishni topib oldik. Endi mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. V teng tezlanishimiz 8, T'miz vaqtimiz 5. Demak, 40 metr taqsim sekund bo'ladi. Bu D javobda berilgan. 36-masala.
Quyida tinch holatdan harakatlana boshlagan jism koordinatasi vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan parabola jismni tezlanishini aniqlang. Demak, quyidagicha grafik berilgan. Endi bu yerda jismning tezlanishi so'ralmoqda. Grafikda nimalar berilgan? Grafikda jismning boshlang'ich koordinatasi berilgan 5 ga teng x0 va oxirgi koordinatasi bu yerda 15 ga teng. Va vaqt berilgan. Demak, koordinata tenglamasini yozib oladigan bo'lsak, demak bu tezlanuvchan harakat qilgani uchun x teng x0 plus v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Tinch holatdan bo'lgani uchun demak v0 teng mana bu xat bo'lmaydi. Endi x ning o'rniga mana oxirgi koordinatasi mana bu yer 15. Demak, x ning o'rniga 15 teng boshlang'ich koordinatasi mana. Demak 5 plus mana boshlang'ich tezligi 0 bo'lgani uchun bu xat bu yer 0 bo'ladi. Demak, plus a t 10 sekund. Demak, 10 sekundda koordinatasi 15 bo'lgan nuqtaga yetib borgan. Demak, 10 ning kvadrati 100 bo'ladi. Taqsim 2. Bu bilan bu qisqarsa 50. Demak, bu tarafga minus bo'lib o'tsa 10 teng 50 a bo'ladi. Nollar qisqarsa a teng 1 taqsim 5, ya'ni 0,2 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Bu a javobda berilgan. Demak, keyingi masalani grafikini chizib olamiz. Demak, 38-masaladan davom qildiramiz. Keyingisi 37-masala. Quyida to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanuvchi jism koordinatasini vaqtga bog'liq grafiki berilgan. OA va BS parabolalar berilgan, shart berilgan. Quyidagilarni qaysi grafik bilan mos tushishini topib olishimiz kerak. Demak, birinchiga qarasak, jism OA oralig'ida tekis tezlanuvchan harakatlangan. Mana OA oraliq. Bu yerda jism sekinlanuvchan harakat qilgan. Tezlanuvchan emas. Demak, birinchi javob xato bo'ladi. Ikkinchisi, jism OA oralig'ida tekis sekinlanuvchan harakat qilgan. Demak, bu to'g'ri. Ikkinchini olamiz. Mana bu OA oralig'ida u tekis sekinlanuvchan harakat qilgan. Nimaga desa, mana bu grafikda, ya'ni yo'lni vaqtga bog'liq grafikda tekis sekinlanuvchan harakat bo'lsa, bunday bo'ladi grafik. Agarda u tezlanuvchan bo'lsa, bu ko'rinishda bo'ladi. Keyingisi uchinchisi, jism AB oraliqda tekis harakat qilgan. Mana bu oraliqda u tekis harakat qilgan haqiqatdan ham. Demak, uchinchi ham kiradi. To'rtinchi, jism AB oraliqda jism tinch turgan. Yo'q, AB oraliqda u tinch turmagan. Mana vaqt o'tishi bilan mana bu koordinata, ya'ni masofa ham ortib bormoqda. Demak, u harakatlangan, lekin tekis harakatlangan. 5-da jism BS oraliqda tekis tezlanuvchan harakat qilgan. Mana BS oraliqda haqiqatdan ham tezlanuvchan harakat qilgan. Demak, 5-ni ham olamiz. 6-da jism BS oraliqda tekis sekinlanuvchan harakat qilgan. Yo'q, u BS oraliqda tezlanuvchan harakat qilgan. Demak, 2, 3, 5. Bu D javobda berilgan. Keyingi masala, quyida to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanuvchi jism koordinatasini vaqtga bog'liq grafika berilgan. 4 sekund oxirida jismning tezligini toping. Demak, t teng 4 sekund vaqtidagi jismning tezligini aniqlashimiz kerak. Yana v teng v0 plus at bo'ladi. Demak, v teng bu yerda ham bundan 0 bo'lgani uchun at bo'ladi. Bu uchun bizga a kerak bo'ladi. A ni yana xuddi 34 yoki 35-masaladagidek topib olamiz. Delta x deganimiz 64 minus 16 bo'ladi. Va delta x yana bir tarafdan s2 minus s1 ga teng bo'ladi. İkisini tenglasak 64 minus 16 teng s2 minus s1 bo'ladi.
Endi 64 dan 16 ni ayirsak 48 teng S2 ning o'rniga AT2 kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Minus S1 ning o'rniga AT1 kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Demak, bu 96 bo'ladi. 2 dan mahraj bersak teng A ko'paytiruv T2 ya'ni 4 ning kvadrati 16 minus A T1 2 ning kvadrati 4. 96 teng 16A dan 4A ni ayirsak 12A bo'ladi. A teng 8 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi mana bu formulaga qo'ysak V teng 8 ko'paytiruv 4 teng 32 metr taqsim sekund bo'ladi. Bu D javobda berilgan. Keyingi masala. Quyida jism koordinatasini vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan parabola jismning 5 sekund paytidagi oniy tezligini aniqlang. Bu ham xuddi shu masala bilan deyarli bir xil. 5 sekunddagi oniy tezlik demak V teng AT bo'ladi. Chunki bu yerda boshlang'ich tezlik 0 ga teng. Endi A ni S teng AT kvadrat taqsim 2 degan formuladan foydalansak, chunki boshlang'ich tezligi 0 bo'lgani uchun S teng AT kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni V0 bu yerda bo'lmaydi. Shu yerdan foydalanib tezlanishni topib olsak, demak demak koordinatasi 0 bo'lgan nuqtadan koordinatasi 100 bo'lgan nuqtagacha yetib borgan 5 sekund vaqt ichida. Demak, uni bosib o'tgan masofasi 100 metr bo'ladi. 100 teng A ning o'zi T ning kvadrati 5 ning kvadrati 25 taqsim 2. Bu tarafga ko'paysa 200, 200 ni 25 ga bo'lsak 8. Demak, tezlanishimiz 8 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi oniy tezlikni topadigan bo'lsak, demak, tezlanishimiz 8 chiqdi. Ko'paytiruv T ning o'rniga 5 qo'ysak, demak 8 ni 5 ga ko'paytirsak 40 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, masalaning javobi 40 bo'ladi. Bu D javobda berilgan. Keyingi 40-masalani grafikini chizib olamiz. Demak, keyingi masalamiz 40-masala. Ikki jism koordinatalini vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan, qaysi vaqt momentida jismlar uchrashgan. Demak, mana shunday grafik berilib, ularning uchrashish vaqt momentlari so'rasa, mana bu grafik, mana bu x koordinata, mana ikkita jismning harakat grafiki berilgan. Qaysi vaqt momentida uchrashadi desa, mana bu grafiklar kesishgan nuqta ularning uchrashish, ya'ni nuqtasi bo'ladi. Mana grafiklar kesishgan nuqta, mana bu yerda bitta kesishgan, bu yerda bitta kesishgan. Demak, koordinatasi 2 bo'lgan nuqtada ular uchrashgan. Demak, o'sha vaqt, o'sha paytdagi vaqt, demak 1 sekund bo'lgan. Demak, 1 sekundni olamiz. Mana 1 sekund va yana mana bu yerda uchrashgan. Demak, koordinatasi x teng 8 bo'lgan nuqtada uchrashgan. U yerda u paytda vaqt, demak 4 sekund vaqt o'tgan bo'lgan. Demak, 1 va 4 sekund vaqt momentlarida ular uchrashgan. Shu uchun javob C javob bo'ladi. Demak, grafiklarni kesishgan nuqtalardan foydalanishimiz kerak. Keyingi masala. Quyida OX OK ustida to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotgan jism koordinatasining vaqtga bog'liqlik grafiki berilgan. Ushbu jismning 6 sekundda bosib o'tgan yo'lini aniqlang. Demak, 41-masalada grafik berilgan, ya'ni koordinatani, ya'ni x ni t ga vaqtga bog'liq grafiki berilgan. Jismning 6 sekund vaqt momentidagi bosib o'tgan masofasi. Mana e'tibor berib qarasak, koordinatasi 0 bo'lgan nuqtadan dastlab u koordinatasi 17, ya'ni x teng 17 bo'lgan nuqtaga ko'tarilgan. Va keyin yana u koordinatasi 0 bo'lgan nuqtaga qaytib kelgan. Demak, 17 metr masofaga borgan va 17 metr masofada orqaga qaytgan. 6 sekund vaqt ichida. Jami u 17 plus 17 teng 34 metr masofani bosib o'tgan. 41-masalada 34, ya'ni Y javobda berilgan. Agarda ko'chishi so'ralganda u 0 bo'lar edi.
ko'chishini so'ragan bo'lsa, demak 17 dan 17 ni ayirgan bo'ladi. Endi keyingi masala, bu ham shu bilan bir xil. Mana bunda ham shu 6 sekund vaqt momentidagi bosib o'tilgan masofasi so'ralgan. Mana koordinatasi 0 bo'lgan nuqtadan koordinatasi -24 metr bo'lgan nuqtaga kelgan va yana koordinatasi 0 bo'lgan nuqtaga qaytib borgan. Demak, jami masofa u borishda 24 metr, qaytishda yana 24 metr. Demak, u 48 metr masofani bosib o'tgan. A javobda berilgan. 43-masala. Quyida to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jism koordinatasini vaqtga bog'liq grafika berilgan. Jismni kuzatish boshlangandan boshlab 3 sekund o'tgan paytdagi yo'li ko'chish moduldan necha metrga ko'p ekanini aniqlang. Demak, yo'li ko'chish moduldan necha metrga ko'p desa, demak S bosib o'tgan yo'ldan S ko'chishni ayirishimiz kerak. Demak, delta S so'ralmoqda. Endi bu bosib o'tgan yo'li va ko'chishini aniqlashimiz kerak. Mana dastlab bu koordinatasi 6 bo'lgan nuqtadan koordinatasi mana bu yerda 1 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan. Demak, dastlab 6 bo'lgan nuqtadan mana 1 nuqtaga yetib kelgan. Demak, u 5 metr masofa bosib o'tgan. 6 dan 1 ga yetib kelgan. Demak, u 5 metr masofa bosib o'tgan. Keyin yana u koordinatasi mana bu yerda 3 bo'lgan nuqtaga, x teng 3 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan. 1 bo'lgan nuqtadan 3 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan. Demak, yana 2 metr yo'l bosgan. Dastlab 5 metr yurdi, keyin orqaga yana 2 metr masofa yurdi. Jami u 7 metr masofa bosib o'tdi. Demak, uni bosib o'tgan yo'li 7. Endi ko'chishi desak, ko'chish degani boshlanish nuqta bilan oxirgi nuqta orasidagi masofa bo'ladi. U dastlab koordinatasi 6 bo'lgan nuqtada turgan edi. Keyin esa eng oxirida to'xtagan joyi uni koordinatasi 3 bo'lgan nuqtada to'xtadi. Demak, 6 bilan 3 orasidagi masofa, ya'ni 3 metr bo'ladi. Uning ko'chishi 3 metr bo'ladi. Demak, yo'li va ko'chishining farqi 4 metr bo'ladi. Demak, yo'li ko'chishidan 4 metrga ko'p ekan. A javobda berilgan. 43-masalaning javobi A bo'ladi. Lekin kitobda S javobda berilgan. Demak, bu yerda xatolik bor. 44-masala ham xuddi shu bilan bir xil, shu usulda ishlanadi va uning javobi to'g'ri chiqadi. Shu bilan 7-mavzuni masalalar yechimini tugatamiz va keyingi videolarda 8-mavzuni videolarini davom qildiramiz.